Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan 20-darsimizning davomini o'tamiz. Mavzuyimizning nomi to'la mexanik energiyaning saqlanish qonuni deb nomlanadi. Avvalgi darslarimizda bu mavzuni teoretik jihatdan o'rgandik, ya'ni mavzuni o'zbekcha tilida tahlil qilib, nima ekanligini sizlarga tushuntirib, misol yordamida ko'rsatib berdim va keyingi darsimizda mavzuyimizning davomida ingliz tilida ajoyib prujina, elastik prujina va unga mahkamlangan jismga oid bo'lgan masalani ko'rib o'tdik. Va shu masalalarda shu to'la mexanik energiyaning saqlanish qonunining tatbiqlarini o'rgandik. O'zi umuman to'la mexanik energiya degani bu kinetik va potensial energiyalar yig'indisi ekan va to'la mexanik energiyaning saqlanish qonunini mana bu rasmda sizlarga tushuntirib bergandim. Yana bir bor takrorlab o'taman. Mana shu misol uchun gorizontal otilgan jism harakatini oladigan bo'lsak, harakatga qarshilik kuchlar inobatga olinmaganda trayektoriyani ixtiyoriy nuqtasini olishimizdan qat'iy nazar, A nuqtami, eng quyi nuqtami, eng yuqori nuqtami, kinetik va potensial energiyalari yig'indisi o'zgarmas son bo'lar ekan va u E umumiy teng E umumiy shtrix bu to'la mexanik energiyaning saqlanish qonunini matematik ifodasi ekan. Endi bugungi darsimizda mana shu kabi misollarimizni rus tilida ham davom ettiramiz. Sizlarga ikkita misol tayyorlab qo'yganman. Biri matnli masala, ikkinchisi esa rasmli masala. Birin-ketinlikda tartib bilan ikkalasini ishlay boshlaymiz. Demak, birinchi masalani o'qiyman. Полимеханическая энергия тела массой 500 грамм брошенного с высоты равна 200 джоуль. С какой высоты брошено тело? G равно 10 метр на секунд квадрат. Yaxshi, hurmatli o'quvchilar, masalani shartini birgalikda o'zbek tiliga tarjima qilamiz. Massasi 500 gramm bo'lgan yuqoriga otilgan jismni eng to'liq mexanik energiyasi 200 joulga teng bo'lsa, u qanday balandlikka otilgan bo'ladi? Mana bu misoldan shuni rasmini chizmasdan tahlil qilishimiz mumkin. Keling. Mayli. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun bir marta chizib qo'yaveramiz. Mana V0 tezlik bilan otildi-da, harakatning eng yuqori nuqtasiga chiqdi. Mana shu maksimal H balandligi mana shu nuqtada jism eng yuqori balandlikda bo'ladi. Tabiiyki, mana bu nuqtadagi energiya potensial energiya bo'lmaydi va eng yuqori nuqtada kinetik bo'lmaydi. Va muhimi to'la mexanik energiya saqlanadi. Bu yerda to'la mexanik energiya kinetik energiyaga teng bo'lsa, eng yuqori nuqtada potensial energiyaga teng bo'ladi. Ya'ni E umumiy shtrix teng E umumiyga baribir. Hozir eng yuqori nuqtada bizda balandlik so'ralganligi uchun mgh. Mana bu yerdan h ni topishimiz mumkin. H barobar umumiy to'la mexanik energiyani mg ga nisbati. Umumiy to'la energiyamiz 200 joule, shu sabab 200 bo'lingan massamiz bu 0,5 kg, chunki 500 gram degan kilogramga o'tkazish uchun 1000 ga bo'lib olsak 0,5. J esa 10. 0,5 ni 10 ko'paytirsak 5, bu 200 bo'lingan 5 40 metr. Demak, jism 40 metr balandlikka chiqarib olar ekan maksimal. Buni biz to'la mexanik energiyani saqlanish qonunini eng yuqori harakatning eng yuqori nuqtasiga tatbiq qilgan holatda ishlab o'tdik. Bu masala sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi navbat bizni ikkinchi masalamizga. Bunda hech qanaqa so'z aytilmagan. Shunchaki bizdan h ni topish so'ralgan xolos. Mana. Bizda yana bitta shart aytib o'tilganki, mana bu o'rta nuqtada potensial va kinetik energiyalar teng bo'ladi. Ya'ni yuqoriga jism V0 tezlik bilan otildi. Тело брошено со скоростью V0 и каком высоте потенциал и кинетик энергия ему равно. Ya'ni uni potensial va kinetik energiyalar harakatning qandaydir balandligida teng bo'lib qoladi. Mana shu balandlikni V0 berilgan bo'lsa, bizga topish kerak. Misol uchun V0 aytaylik 10 metr taqsim sekund bo'lishligi mumkin. Shu holatdan foydalangan holatda biz h ni topishimiz talab etiladi. Bunda albatta to'la mexanik energiyani saqlanish qonuni harakatni boshlang'ich
va o'sha oniy holatiga tatbiq qilamiz. Eng pastki nuqtasida nima bo'ladi? Bizda eng pastki nuqtada potensial energiya 0 ga teng bo'ladi. Sabab yerni sirtda turganligi uchun. Kinetik energiyasi bo'ladigan bo'lsa m v0 kvadrat taqsim 2 ga teng. Mana endi to'la energiyamiz, to'la mexanik energiyamiz, E umumiyimiz dastlabki holatda m v0 kvadrat taqsim 2 ni o'zi, keyingi holatda umumiy energiyamiz shtrix barobar kinetik energiya va potensial energiyani yig'indisi degan. Va shartda, masalan, shartida kinetik va potensial energiya teng bo'ladigan degan. Bizda kinetik energiyani potensial energiyaga tenglab olishimiz mumkin. Bizdan h ni so'raganligi uchun h qaysi energiyaning tarkibida mavjud bo'ladi? Albatta potensial energiya. Shuning uchun kinetik energiyani yo'qotishimiz kerak. Bizda esa shartda kinetik energiya potensial energiyaga tengligi aytilgan. Bu yerga ham potensialni shtrixini qo'yadigan bo'lsam, ikkita potensialni shtrixi paydo bo'ladi. Ya'ni ikkita mg qandaydir h balandlikda kichkina mg h. Mana endi ikkala ifoda tengligidan foydalanaman. M v0 kvadrat taqsim 2 teng 2 mg h. Bu yerdan m lar qisqarib ketib, h ni topadigan bo'lsak, v0 kvadrat taqsim, mana bu 2 ham pastga tushsa 2 kare 2 4 g. Mana shu ifodaga ega bo'lamiz. Ya'ni v0 kvadrat taqsim 4g. Esimizda bo'ladigan bo'lsa, v0 kvadrat taqsim 2g bu maksimal ko'tarilish balandligi edi. Bundan 2 marta kichkina bo'lyapti. Sababi maxrajda 4 bor. Demak, xulosa shuki, harakat trayektoriyasining o'rtasida, misol uchun bu aytaylik 10 metr bo'lgan bo'lsa, 5 metrda kinetik va potensial energiya tenglashar ekan. 100 metr bo'lsa, 50 metrga ko'tarilganda kinetik va potensial energiyalar qiymati tenglashar ekan. Mana ixtiyoriy shartlarni, mana shu shartlar asosida, misol uchun bizda 4 marta, 5 marta katta bo'lgan deganda ham to'la mexanik energiyaning saqlanish qonunini qo'llash orqali masalani bemalol hal qilishimiz mumkin bo'ladi. Hozirgi oniy holatda bizda teng bo'lgan vaziyat bu eng maksimal ko'tarilish balandligini yarmiga to'g'ri kelyapti. To'la mexanik energiyani saqlanish qonunini shu tarzda qo'llayveramiz. Muhimi, biz tahlilni to'g'ri olib borsak bo'ldi. Ya'ni qaysi vaziyatlarni tahlil qilamiz? Harakatni boshlang'ich, oxirgi yoki qandaydir oniy nuqtasi va har bir tahlil qilayotgan vaziyatlarimizda kinetik va potensial energiyalar nimaga teng bo'ladi? Mana shu savollarni javobini o'zimizga berib olganimizdan keyin qonunni qo'llab berilgan kattaliklardan foydalanib noma'lumlarni topaveramiz. Mana shu tarzda to'la mexanik energiyaning saqlanish qonuni darsimizda ham o'z poyoniga yetkazamiz. Albatta sizlarga bu masalalardan tashqari bir necha masalalar qo'llamada tayyorlab qo'yilgan. Ular o'zbek, rus va ingliz tillarida ham mavjud. Rasmli, matnli masalalarni uchratishingiz mumkin. Albatta u masalalarni ishlab, bu mavzuga doir bo'lgan bilimlaringizni mustahkamlab olishingiz mumkin. Keyingi 21-darsda ko'rishguncha sog'-omon bo'linglar.